yomon ko'rgan narsam limit. Odamni o'sishdan to'xtatadigan narsa limit. Dunyoda o'zi shuncha limit qo'yilgani yetadi. Masalan, bitta bola domla dars o'tyapsa uxlab qolar ekanda, darsda, auditoriyada. Universitetda uxlab qolar ekan, unda tursa doskada 3 ta misol yozilgan bo'lar ekan, matematika darsi bo'lar ekan. Uyga vazifa shu shekilli deb uchalasini yozib kelar ekan. Bir haftadan keyin bo'lar ekan, u dars bir hafta polностью kutubxonaga borib vazifani qilish uchun qilib ikkitasini ishlaydigan, bittasini ishlamaydigan. Keyin kelib so'raydigan, domla, ha desa, shunaqa, shu vazifa berganingiz o'tgan safar 3 ta narsa yozib beradi, shu bittasini topolmayapman, o'rgatasizmi desa, domlasi hayron bo'lib qarab, bu dunyodagi 3 ta umuman hali hech kim yecholmagan masala edi. Men просто bolalarga example qilib yozib bergan edim. Sen buni yechib ketsan deydi-da. Keyin tushunyapsizmi bu yerda gap nimada? Просто unda limit yo'q edi o'sha vaqt. U uyga vazifa degan, buni qilish kerak edi. Qilgan, bu tamom, izlangan, topgan. Agar unga u ham eshitganida, bu hech kim yecholmaydigan deganida qilmas edi. 100% qilmas edi.